19 yoshdaman. O'ziga Ferrari ovoz. Baxtda bu. Treyder bo'lishdan oldin professional boks bilan shug'ullanganman 5 yil. Sandan boksyor chiqmaydi degan trenerim. Rezultat u Teslaga kirganman. Terlab ketyapman, ne bor, yurak duk uryapti oxiriga. Ismim Asadbek. 19 yoshdaman. Toshkent shahrida turaman. Yoshligimda boksyor bo'lishni orzu qilganman. Eng katta qo'rquv men uchun bo'sh qolib ketgan vaqtim. Ko'p vaqt qolib ketsa menda men o'sish bo'lmaydi-manda. Intila olmayman natijalarimga. Menimcha bo'sh vaqt bo'lishi kerak emas. Dangasalik ayniqsa. Treyder bo'lishdan oldin professional boks bilan shug'ullanganman 5 yil. Ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimga yoqqani uchun borganman, chunki urushni yaxshi ko'rardim. Ko'chada bo'linib urardim. Keyin oxiri "Sen sportga beramiz" deyishdi, sportga borishdi. Bordim. Ko'p kaltak yedim. Akalardan o'rgandim keyin. Saboqmi, misol uchun ringda ham bo'lishi mumkin-da. O'shanda bir musobaqada bo'lgan, respublikada yutqizayotgan joyimda trener motivatsiya berganda, "Sen qo'lingdan keladi, epla olasan, oxirgi raundda ochko yutqizib turing." Katta motivatsiya berganda, o'zimda erkinlik bo'lganda, chuqur nafas olganman-da, keyin borib bitta nakat qilib qo'yganman. Boksda ham bo'lgan, treyderlikda ham bo'lgan. Misol uchun boksda trenerim, ikkita trenerim bo'lardi. Bittasi sal boshqacharoq, bittasi meni yaxshi ko'rardi. Bittasi aytgan, "Sandan boksyor chiqmaydi" degan trenerim. O'shanda ana og'ir ves bilan kirib kelganman-da. "Sandan boksyor chiqmaydi, sen eplolmaysan, qo'lingdan kelmaydi" degan. O'shanda bir yilcha bo'lib qoldi. Keyin o'zim ustida ishlaganman, ertalab turganman, yugurgan chiqib ketardim, tosh ko'tarardim, mashq qilardim, zalga borib shug'ullanardim, qayta. Bolalardan kalta yesam o'sha motivatsiya bo'lardi. Treyderlikka kirishdan oldin hayotim stomatologlikka shogirdga tushdim. Qarasam qiyin cho'ta. 6 oycha shogird tushdim, lekin bo'lmadi uncha. O'rgana olmadim. Qop-qora kiyimda borardim, ustim gips bo'lib qaytardim, oq qolib yasab, bitta tushib qolib. Treyderlik haqida birinchi marta Instagramda ko'rganman. 3 kun o'ylanganman-da. Bosing. Oxiriga tavakkalimni bosdim. Administrator Firdavsaga ko'tardilar-da. Manzilni berdilar, keldim. Qarasam komfort sharoit bor. Og'ir mehnat qilmaysiz, qora mehnat qilmaysiz. Bilim bilan beriladi. Menga yoqqani uchun keldim-ki. O'qidim. Zo'r hozir natijalarim kelgan. Hech narsani bilmasdim. Burchada o'tirardim, qolganlarga qarab, nimani bosadi, nima qiladi, nimani xatga qo'yadi. Rezultat u Teslaga kirganman. Birinchi katta aksiyaga. Yurakni yomon o'ynatgan lekin 200 ta aksiya bilan kirganman. Qarasam tepaga ketyapti aksiya. Terlab ketyapman, ne bor, yurak duk uryapti oxiriga aksiya tashlab bergandan keyin. Dedim. Yengil bo'ldim, lekin qo'llarim qaltirab ketdi. Yo'qotishim fevral oyida 2 hafta ketin-ketin minus bo'lgan. Bir haftam $290 minusga chiqqan, 3-chi haftam $400 o'ylayapman. Voy, qanaqa bo'taman challenge'larda, men bunaqada. O'shanda keyin o'zimga aytganman, "Sen bitta trade qilmading, hozir butun общий treyderlar trade qildi. Kimdir minus oladi, kimdir plus oladi. Bugun seni kuning emas ekan" deb o'zim tinchlantirganman. Berganda olish kerak. Men olmaganman, $200 bergan, oxiri minus topganman 200 ta. Joyida plusda bo'lgan paytim. Targetlarimga kelgan olmaganman, undan kattasini istaganman. Qarasam, berganda olish kerak ekan aksiya. Olmadingizmi? Bo'ldi shu. Natijalarim zo'r bo'lgan payt qilganman, chunki hamma gapiradi saqizda. Men bola-yu zo'r ketyapti, natijalarini ko'rganman. O'sha payt boshqacha bo'lganman-da. Situatsiya takoy yengil nafas olib, yengil kelib o'tirib, kelaman ishxonaga. O'zimga aytaman, "Bugun seni kuning" deyman, o'tiraman, bo'ldi trade qilaman. Bugun yo 809 ishlayman deb kelmayman-da. O'zimni maksimalniy topishim, o'zimni kunlik topishim, maksimalniy o'zimga qo'yganim $300. 300. Haftani oxirigacha ko'payib 1200, 1300 bo'lib qoladi. Ma'lum bir reja treyderlik, bir treyder menga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. O'zimni topdim, shu yerda qiyin yo'llarimni osonlashtirib berdi, ochib berdi. GV degan aksiya chiqqan, o'shanda bir $6 yuruvdi. Kirgan paytim 7 ga qarab otdi. Domma terlayapman o'sha. Sam minusim 300 dan oshib ketgan. $6 aksiyaga 400 talar kiruvdim, aksiya $400. O'tiribman, terlab pishib ketyapman. Market ochilishi kerak, marketni kutyapman. Kutdim, bo'lsam 600 minus yeyman dedim. Keyin qarasam, marketdan keyin 7 ga qarab otdi. To'g'ri ga qarab tushdi. O'shanda vobshe bo'lgan, lekin 800 minusga borib, to'g'ri 200 plyus ishlab chiqib ketganman.
Menga portlagan ko'zim chiqib ketib, o'zim oiladan tashlab yuboray deganman. Yangi qorisimi 1000 bo'lgan. Bir kunda 1000 bo'lgan. Olmaganman-da. 600 bilan yopganman. O'zimga bo'lgan ishonch, uverim bo'lib kelaman ishxonaga. Qarasam navichoklar o'tiradi. Ulardan katta urovenda bo'lasiz. Pul men uchun baxt. Ochiqni aytganda baxt, kuchli motivatsiya. Endi boshlayotgan treyderlarga maslahatim erkin treyд qilishlarini. Misol uchun, yoningizdagilar treyderlar bo'ladi, unga kir, bunga kir deydi. Yo'q, o'zingiz erkin bo'lishingiz kerak. O'zingiz bilishingiz kerak hamma narsani. Qaysi treyderdan kirishni so'ramaslik kerak. Haqiqiy treyder o'zi bajaradi hamma ishni. Maslahatim shu, chalg'imaslik kerak. Muhimi o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Ko'proq natija qilish kerak. Katta farq Bitreyderga kelmasimdan oldin bekorchi bo'lganman. Ko'p bo'sh vaqt, o'sha ko'p Instagramda o'tirardim. Bekorchi vaqt baribir yomon-da. Bitreyderga keldim, hozir vaqti vaqtim yo'q. Faqat treyд, xarakterim og'ir, bosiq. Misol uchun intizom o'rgatdi. Ishdan bo'sh vaqt, stresslardan qochib, biron bir sayohatga chiqib ketish. Boylik va baxt. Boylik menimcha baxtning bir qismi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki o'zingizni qachon baxtli his qilasiz? O'zingizga yangi mashina olsangiz, yangi uy olsangiz, yo adingizga bir Cadillac olib bersangiz, o'zingizga Ferrari olsangiz, baxtda bu. Yangi uy olsangiz, hamma narsada hozir barmog'imda yeb qoladi, sanagunimcha. Kattaroq natija qilish, ko'proq daromad qilish, undaydi meni. O'zimni biron bir ish bilan mashg'ul qilaman, biron bir narsa o'qiyman, kitob yoki biron bir joylarga. Muhim maslahat treyд qilayotganingda xato qilmagin degan bo'lardim. Og'ir bosiq bo'lgan degan bo'lardim. Ota-onangni hurmat qilgin degan bo'lardim. Men uchun ota-onam sharoit, komfort qilib berishgani bu meni katta sirim. Savdoga kirishdan oldin birinchi sovuqqonlikka oshiraman. Ani hissiyotga berilmaslik, hissiyotga berilsa baribir minusiga men uchun. Hissiyotga berilmasdan ishlayman ko'proq. Menga Adajonni motivatsiya berganlar, tam o'g'lim uje yosh bo'lamassan, katta bo'lib qolding, o'zingni yo'lingni topishing kerak. Agar ota-onam bizga ko'p vaqt ajratmayapsan o'g'lim deysa, men uje treyderlik tashlayman. Ko'proq ota-onam bilan vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Oynaga qarayman, xato qilsam, qarayman o'zimga, xato qildim, nima qildim, o'zimga tushuntiraman. Bittasi emas xato qilgan, hamma xato qiladi. O'sha xatolarning ustida ishlaydi. O'zimga motivatsiya beraman. Bittasi emas, qo'lingdan keladi, eplay olasan, sen eng zo'ri bo'lasan, sen eng kuchlisi bo'lasan, hammadan ustun bo'lasan deb o'zimga o'zim motivatsiya beraman. Xulosa, oldin qilgan xatolarimni hozir qilmaslik, misol uchun oldin ochgan сделкalarimni, xatolarimni ko'rmasdim, tekshirmasdim. Eng katta xatoim o'sha bo'lgan. Birinchisi, xatoni to'g'rilashda, misol uchun ochgan сделкangizni tekshirish kerak. Nimada xato qildingiz, qaysi tochkada xato qildingiz, nimaga bu yerdan kirdingiz, triggersiz kirdingiz, hammasini ochib ko'rib chiqqanman. Qarasam, bir dunyo xato. O'sha xatolarning ustida o'tirib ishladim, natija bo'ldi. Hozir zo'r natijam.